Aynan shu sokil abrezlarimizni yig'ib ko'rmagandir. Menda fikr boshqacha edi, lekin sokil abrez yig'ib bo'lgandan keyin umuman fikrlarim o'zgarib ketdi. Ochiq gap aytaman. Muzoffon hozir yig'ishyapti, hali bitgani yo'q. Balki qoppog'im bitgandan keyin plunsilar qo'yilgandan keyin balki o'zgarar. Klientimiz uchun ikki xil sokil abrez yig'ib beryapmiz. Ya'ni bittasini tagiga 7,5 ga qo'yganmiz, bittasiga umuman qo'ymaganmiz. Ya'ni ekran qismi 40 lik, 5 lik, 7,5 ga qo'yilgan. Endi qoppoq boshqa narsalar endi qilinadi. Sokilimizni hattoki qoppoqlari ham alohida chiqadi. O'zlaring kommentariyada fikrlaring yozib boringlar. Misol uchun ekrani yo'q, 7 lik yo'q, ekrani prямой. Bunisida ekran teri 7 ligi bor, ekrani nisbatan qisqaroq. Fikrim o'zgargan sabab menga mana bu fason rosa ham skromniy tuyulgan edi, lekin akalar e'tibor berasizlar. Sokilimizni ekraniga nisbatan, ekranga detallari kichkina bo'lib qolgan, ko'rishingiz mumkin. Va bu narsa menga yoqmadi, chunki ekran katta bo'lib qolgan. Bunisi esa ekrani ham, lentalari ham o'ziga me'yoriy yarashgan, ya'ni simmetrichniy deyiladi. Mana shunday narsa bo'lib qolgan, ko'rishingiz mumkin. O'ta go'zal chiqdi. Bundan ko'ra menga mana bu fason yoqyapti. Muzoffon nimaga mana skromniy bo'lyapti deyshadi. Lekin menga bundan ko'ra mana bu narsa chiroyli chiqdi. Bizda me'yor bor, ya'ni balandligimizda cheklov bor. Klientimizning xonadonlariga mos tushgan narsa qilyapmiz. Men shaxsan aytaman, o'zim fikrimga qarshi boraman. Mana bu narsa yoqadi deb o'yladim. Lekin bundan mana bu narsa go'zalroq chiqdi. To'g'ri, bu sal bagatiroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin menga shaxsan mana bu hozirgi holatda bizni 51 sm qopqoq bilan yopilishi kerak. Mana bu narsa bunga nisbatan menimcha go'zal chiqdi. O'zlaring fikrlaring kommentariyada yozib qoldiringlar. Hali qopqoqlar bitsa, narxlari bilan ikkalasini ham alohida obzor qilib beramiz. Bu postga qo'yiladi, chunki sizlar fikrlaring o'ta ham